bu odamning ish cho'nkan, ma mo'll ekan, ma xotin kishkan, mamma ekan, buva ekan deydigan ish yo'q. Undaq davr o'tib ketdi. Undaq davr o'tib ketdi. Bu birinchi ahmoqning ishi bu. Mamma ekan, buva ekan, ma odam dinni olim tug'u o'limatadigan o'lima yo'q bu dunyoda. Hammasi qidrat Xitoy. Hozirgi yosh Turkiyada bo'lsin, Mishada bo'lsin, o'lma degan narsa yo'q u. O'lma degan o'zi manfaat ko'zlamaydi. Xalqning manfaat birinchi o'rinda. Podshohning ulug'ligi o'lma degan. O'lma degan kofirning qo'lini tutmaydi. Kofirning berganini yemaydi. Kofirning bergan suyini ichmaydi. Ustab ketgan tarafim bu. O'lma faqatla o'zininki xalqininki g'amini qiladi. Faqatla Allohdan qo'rqqan bir qul bo'ladi. O o'lima bo'ladi. O'zining millati o'zining din qilmishiga ko'yindigan. O'lima bunda bo'ladi. O o'lima hozir bormi? Yo'q. Ha. Ashundaq jangovar onalar bormi? Vatanda. Mana Turkiyadagi ayol. Abi tutuşlar ekan tushuntirib qo'ydi-ku, tanishtirib qo'ydi-ku. Butun narsa oshkorladi. He? Mana nafni maydonni sinadigan. Alloh ash ayolni, ash onamizni ochiq so'zlatdi mana. Ash hadimizda. Rabbiya qaddichi nima deb mustaqil desa, meni xalqim mustaqil demadi. Fakat tinchlik Ali Abdümeyen davatıdır deb yağından aşnaq nilan tanıştırdı. Böyle aş xotin nims şunu izvagan. Şunun için hain degan chaqda isboting bormi o degan birinchi qitim manga. Seniki bütün devlette qilayotgan davlat bir ig'iz mustaqilligining bormi? Shuni yo'qotib ketdi. Jinib qarindoshlar. Buni mo'shtonda bilinglar. Mo'shtonda bilinglar. Ha. Mo'shtonda bilsanglar bo'ldi. Boshqa ish yo'q. Salihni tas qildi. Boz qo'lda hepimiz ko'z yumib turganmiz, kamera bo'lmag'ansa 2 paj, 3-4 paj rasulutdi. Shu qoldi ularning qilmag'ida. U bolalar nima qilyapti? Bu nima uchun sizlar tillaysizlar, bilsanglar g'aybatni qilsa, nima uchun ashlar sotadi, nima uchun ashlar gap qilolmaydi hech kim? Ma'qul. Güler sen güler net yıllar dava qilsa kichik bir emgakdek yani hal qilamiz. Bu davani nimaga asqatdi deb so'raydigan odam yo'q. Sen tilidinglar deb turgan. Ma ta'did dunyoni ko'ranglar. Voy be.